Ko'rdinglarmi bu odamlarni aytib chiqarishlarini? Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Kechirib qo'yasizlar-yu, sizlardagi san'atkorlarni bizga umuman keragi yo'q. Agar sizlar yo'qolib qolsanglar, hech narsa o'zgarmaydi, ishonavringlar. Men kecha e'tibor beraman, 5-sinf bola, yana qiz bolaga sizniki tormi yoki dutormi deb hazil qilyapti. Qilayotgan trendinglar bolalarga qanaqa oddiylik bo'lib targ'ib bo'layotganini bilyapsizlarmi? Miyanglar ishlaydimi? Saviyalar bormi sizlarni? Nimani o'qigansizlar sizlar san'atkorlikda? To'g'risi meni jahlim chiqib ketdi. Meni jiyanim, meni yaqinlarim kuzatyapti, internetda o'tiradi, ko'radi. Sizlarni 2 minutlik videoinglar oddiylik bo'lib qo'yapti sizlar uchun. Oddiylikni targ'ib qilib qo'yapsizlar sizlar. Jinni sang'i mana saviyalar aytayotgan tormi, dutormi, hamma yo'qni yakson qilib yordinglar. Mana bu yakson brat o'zi juda vasakemerniy odam edi. O'zidan bir qanaqadir kimdir shishkani, kimdir yasab olgan, bir spontan hech narsani qoyillatmagan o'zi bir tengi qimmat odam. Lishni men hurmat qilmayman. Meni hurmatim bu odamga o'zi keragi ham yo'q, lekin bilib qo'ying brat. Sizni qilgan ishlaringiz, sizni shu paytgacha nimadir balkim qoyillatgandirsiz, lekin hech kimga kerak emas u sizni qoyillatganingiz. Mana bu qilib qo'ygan ishingiz bor-ku, do'ppidek qilib chichib qo'ygan bilan bir xil bo'ladi, ishonavering. Bu miya mana bu. Bosh ichida turadigan miya. Buni oddiy ko'tarib yurish uchun, dilekrasati chiroyli qilib olish uchun berilmagan. Alloh tomonidan bizga shu narsa berildiki, o'yla, fikrla, keyin gapir, filtr qil. To'g'ri kelgan narsani o'ylamay chiqarib yubordim. Ozgina ishlatdinglarmi miyani? Bu ommaga chiqqandan keyin nima bo'ladi? Kim nima derkin deb. Kommentlarni o'qiyapsizlarmi o'zi? Tikirib o'qinglar, odamlar qanaqa shirin tilinglarni sizlarga tilab ketyapti. Men media rahbarlaridan, Ozodbek Nazarbekovdan, o'sha tepadagi mutasaddilardan iltimos qilgan bo'lardim. Kontrol qilinglar, ko'ringlar. Ommaga bunaqa narsa chiqyaptimi? Kerak bo'lsa blok qilinglar. Shuncha payt misol uchun biz ham qilgan ishlarimiz uchun javob berganmiz, diniy mavzudagi videolarni targ'ib qilganimiz uchun kerakli shtraflarimizni olganmiz, ta'zirlarimizni yeganmiz, lekin shu odamlardan ham именно shu narsani kontrol qilishinglarni men so'ragan bo'lardim. Meni oila a'zolarim, meni yaqinlarim kuzatyapti, ko'ryapti. Lekin bizga bu odamlar kerak emas. Iltimos kontrolga olinglar.